Muhim xabar: Gvardiola Abduqodir Husanov haqida. Klub tarixidagi eng yaxshi transferlardan biri. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Manchester City Angliya Liga klubi yarim finalda Newcastle qarshi bahs olib bordi. Ushbu bellashuv oldida shaharliklar bosh murabbiyi Josep Gvardiola matbuot anjumanida ishtirok etib, o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov haqida gapirdi. Bu klub tarixidagi eng yaxshi transferlardan biri. Husanov Fransiyada yuqori darajada o'ynab kelganiga qaramay, Angliya Premyer Ligasiga moslashish oson emas. Shunga qaramay, men uni o'ziga xos futbolchi deb bilaman. Uning o'yin uslubi biznikiga juda mos keladi. Biz yuqori pressing bilan o'ynaymiz va u orqa zonalari yaxshi yopa oladi. Umuman olganda Abduqodir bunday epizodlarni yoqtiradi. Hozirgi paytda u jamoaga katta yordam bermoqda. To'p bilan ishlash qobiliyatini bosqichma-bosqich rivojlantirishimiz kerak. Husanov hali juda yosh, vaqt o'tishi bilan barchasini o'rganadi. U o'rganishdan qochmaydi, mashg'ulotlarga jiddiy qaraydi va bor kuchi bilan harakat qiladi. Qisqa qilib aytganda, Abduqodir juda ishonchli futbolchi, deydi Pep Gvardiola. Shuningdek, ispaniyalik mutaxassis Manchester City'ning o'zbekistonlik futbolchini xarid qilgani eng to'g'ri qarorlardan biri bo'lganini ta'kidladi. O'tgan yili ham aytgandim, rahbariyat Husanov borasida to'g'ri qabul qilgan. Sababi dunyoning eng kuchli klublari ham uni o'z safida ko'rishni istagan bo'lar edi. Chunki unga himoyachi uchun kerak bo'ladigan barcha noyob sifatlar bor. Ingliz tilida ham ancha yaxshi gaplasha oladi. Topshiriqlarni tez tushunadi. U o'z o'ylaganidan ham kuchliroq futbolchi ekanini anglab yetish kerak. U uzoq masofaga yaxshi uzatma bera oladi. Chiziqlarni yorib o'tishda juda zo'r, tezligi ham a'lo darajada. Faqat biroz dadilroq bo'lishi kerak. U hali juda yosh, shuning uchun buni kamchiliklarini to'g'rilasa bo'ladi. Qancha ko'p o'ynasa, shuncha tez rivojlanadi. Men unga ishonishda davom etaman, deydi qo'shimcha qildi Manchester City ustozi. Ma'lumot uchun, Manchester City Angliya Liga Kubogi yarim finalidan o'rin olgan bellashuvda Newcastle qarshi bahs olib bordi. Uchrashuv 13 yanvardan 14 yanvarga o'tar kechasi soat 1 da boshlanadi.